Xotin, shu ko'ylak yuvib qo'y, kir bo'pti. Avval ikkinchi kriyugan men deb yuvib qo'yaman. Mana bu joylarni kiritib tashib qo'ymasaydi. Voy, Guli dadajon, hozir yuvib qo'yaman, hozir juda olib beraman sizga. Xotin, mantiq qilmaysan, bir maza qilib yerdik-a. Ay dadasi, o'zi obeddan amal ovqat qilgan. O'shani sizga beraman yeymiz. U ovqat nima qilamiz dadasi? Voy, Guli, o'zi hozirgina mantiqqa kelib turganda, hozir mantiqqa sirli mantiqqa beraman. Futbol ber, futbol ko'raylik. Kelganingizni qaytaman. Voy dadasi, o'tiribman, hozir mana bu joyga qilib kel. Voy, serial ko'rmoqdaman, dadajon, siz ishlarimni qila qolay. Men ishga ketdim, ehtiyot bo'lib o'tir, xo'p? Bo'pti dadajon, yaxshi boring. Ish qilib sekretarga ko'rsatib qilib yurmang, xo'pmi? Endi kechiring, xotin. Sekretar endi javob. Yo'q, shunaqa xunuk qiz, unga gap ota bo'lmaydi, xotin. Shunaqa xunuk sen. Bo'pti dadasi, kelishi to'g'ri uyga keling, kechikmasdan kutib turaman, ha? Endi ulfatlarim telefon qilib qolsa, choyxona desa, supurdim ulfatlarimga. Xotin, to'g'ri uyga keladi. O'zi kelar yor-yor, o'zi ketar yor-yor. Eng zo'ratir pul hidi